Qisib olgan osuruq zodi naq ketadi. Siz erkini qo'yib bermagan osuruqning oxirida qayerga ketganligini bilamiz. Nima uchun ba'zi kishilar nihoyat jaranglik osursimi, ammo g'ayriy puroq yo'q. Ya'ni nimishqa ba'zi kishilarning untusiz qo'yib bergan osuruqi xuddi bioximiyalik quroldek hamma tarafni bir oladi. Tövandagi videoga nisbatan cho'qim ideringizda tayyorlik bo'lib qolsin. Navoda tomoq yeyotgan bo'lsangiz, yeb bo'lganda ondan ko'ring. Chunki bu bir qatimliq videoning bir xil puruqi bor. Sinchoq salonni ko'rmanlar yaxshimisizlar. Bugun ko'pchilik bilan paranglashilgan temamiz dal osuruq. Oldi bilan shuni bilishimiz kerakki, bir normal odam har kuni o'ttir hisob bilan 14 qatim, taxminan 400 dan 1500 millilitrgacha yil qo'yib beradi. Ammo osuruqning shakllanishi asosliq ikki xil bo'ladi. Bir xili biz yutayotgan gazlar, masalan, gap qilish, tomoq yeyish, og'iz bilan nafaslanish qatorliqlarning hammasi biz yegan havoni hazm qilish yo'liga kirgizib, shu orqali yal paydo qilishi mumkin. Bu xil osuruqning miqdori yuqori, ovozi yetarli, lekin ko'p g'ayriy puroq yo'q. Biz erkini qo'yib bergan umumiy osuruqning ko'p qismi mushxildan keladi. Asosligi azot gazi, karbon oksidi, hidrogen gazi, oksigen gazi va metal qatorliq 400 xildan ortiq puroqsiz gazlardan tarkib topadi. Uning vakilli xarakterga ega asarlardan jaranglik yal, besimliq yal, qo'pol yal va portlash xarakterlik yal qatorliq tiplar bor. Yana bir xil osuruq yemeklikni echitishdan paydo bo'lgan gaz bo'lib, ucha yo'ldagi bakteriya to'pi biz yegan yemeklikni parchalab echitadi. Shuning bilan bir qism gaz hosil bo'ladi. Bu xil gazdan yuqori deyilgan osuruq qaraganda hidrosulfat, ganda sesiq moddasi qatorliqlar ko'p chiqadi. Bu tarkiblar sizning yal qo'yib berish miqdoringizning kichik bo'lishini keltirib chiqaradi. Lekin puruqi intayin o'zgacha. Ganda sesiq moddasi anglamoq qila sesiq puroqning kelish manbasining eng chong bosh jinoyatchisiday qiladi. Ammo osuruqning tarkibidagi boshqa bir xil gaz bo'lgan hidrosulfatning qudratimi buningda qilishmaydi. Taxminan 55 kilovoltga yetadi. Tilga ilishga arziydigan shuki ganda sesiq moddasini suyuldirish orqali aslidagi puroqni yasimangulning puruqiga aylantirg'ili bo'ladi. Yuqori darajada suyuldirilgandan keyin yana pishgan mevalarning puruqi bo'ladi. Hatto yemeklik muattiri qatorliq dori-darmaklar o'rnida ishlatkili bo'ladi. Albatta bu yerda ishlatilgan ganda sesiq moddasi osuruq tarkibidan ayirib ilinmaydi. Shunga ko'pchilik xotirjam ishlasanglar bo'ladi. Holbuki hidrosulfat bir xil rangsiz ham o'tkir zaharli kislotalik gaz bo'lib, u bir xil sesiq tuxum puruqiga o'xshash puroqni paydo qiladi. Dal mushundaq bo'lg'achqa osuruq mushundaq kuchli puroqqa ega. Garchi osuruq zaharli gazga tava bo'lsa-mu, ammo osuruq tarkibida hidrosulfat intayin oz bo'lg'achqa odam badanining zaharlanishini keltirib chiqarmaydi. Shunga ko'pchilik osuruqdan zaharlab qolishdan asirmisanglar bo'ladi. Albatta bu xil vakuumlik gazning puruqi yanada siz yegan yemeklikka bog'liq. Agar siz go'sht yeyishni yaxshi ko'rsangiz hamda har kuni yeysangiz, undaqda siz cho'qim nihoyat puroqliq odam. Osuruqning shakllanishini tushunib chiqdik. Endi qarab boqaylik, u nima uchun og'zimizga kelib qoladi? Chunki odam osuruqni qo'yib bermaganda osuruq ucha yo'lda qisilib qilib, qochadigan yer topolmay qoladi. Yuqori qo'g'liqchi askarlar yetib kelsa-mu, tövandagi kilopan yanla echib gaz qo'yib bergil unimsa, besimning ta'sirida osuruq ucha devorlar tarafidan so'mirilib qonga kirib ketadi. Bu chaqda siz tuyuqsiz qo'rqisingizdan bir ovoz chiqqanligini anglaysiz. Unda u haliqi tuyg'u yo'qolib ketadi. Bu chaqda siz balkim osuruq g'oyib bo'ldi deb xush bo'lib ketishingiz mumkin. Amaliyotda u qon orqali butun badaningizga tarqaladi. Oldi bilan jigar kelib, jigar tarafidan suzilgandan keyin yana o'pkaga boradi. Unda nafas yo'lini bo'ylab og'zi burningizdan chiqib ketadi. Shunga gaping osuruqdek seskan degan gapning butunlay ilmiy asosi yo'q deyishkim bo'lmaydi. Albatta osuruqning kuchli puruqi va tilga olg'uchilik yo'q zahardan boshqa u yana texmisirlik bir iqtidori bor. U bo'lsa-mu kuyish, hatto portlashni keltirib chiqaradi. 2014-yili osuruqdan kelib chiqqan portlash voqeasi yuz bergan. Yepi qalatdagi bir kal fermasida 94 kala osuruqdan paydo bo'lgan metan butun kal qo'tinni qoplagan bo'lib, inaklar orasidagi surkilish sababidan statik elektr paydo bo'lgan. Shuning bilan oxirida bu tragediyaning yuz berishini keltirib chiqargan. Osuruqdan kelib chiqqan voqealar amaliyotda nihoyat ko'p. Men yana alohida nurg'un materiallarni ko'rib, osuruq sababidan boshpatga chiqqan ikki voqeani tanlab ko'pchilikka so'zlab bermoqchiman. 2016-yili bir ayolni operatsiya qilib davolayotganda ehtiyotsizlikdan yal qo'yib o'tib, doktor ishlatayotgan lazerni nurga o't ketgan. Shu chaqda bemor butun badanni yarim narkoz holatida turganlikdan operatsiya uyiga o't ketgan. Bemormo og'ir kuyib yaralangan. Voqeadan keyingi tekshirish dokladida bemorning ucha yo'ldagi gazlarning ehtiyotsizlikdan lazer nuri radiatsiyasi sababidan bu qatimqi savallik kelib chiqqan deb tushuntirilgan. O'xshashlar osuruqchiliklar cho'ngish. 2018-yili bir xalqaro navbatchi aeroplan uchish jarayonida tuyuqsiz vaqtli qo'nishni qaror qilgan. Sababi yanada osuruq. Bir yo'lovchining oshqozon uchi ancha yaxshi bo'lmag'achqa izchil o'rinda to'xtamay yel qo'yib bergachga, yanadagi ikki yo'lovchi bu xil xushpuroqqa bardashlik bera olmay arz qilgan. Ammo arzi oqmagandan keyin haliqi osurg'ichi bilan to'qnashib qolgan. Aeroplan boshqa bexatarlikni ko'zda tutib vaqtli qo'nishni qaror qildi. Eng oxirida soqchi taraf bu kishilarni elib ketgan hamda ularni bu Avasiya shirkatining qora tizimiga kirgizgan. Kichkina bir osuruqning shunchalik kuchi borligini kim o'ylagan deysiz? Garchi osuruq hamma odamda bo'ladigan hissiyat bo'lsa-mu, ammo eng yaxshisi yanla so'ron qarab ish tutmasa bo'lmaydi. Nimali degan bilan havo yaxshi o'tishmaydigan ham kichik bo'shliqda bugun yeginingizdagi go'shlik tomoq bo'lsa, yeningizdagi odam cho'qim umidsizlik patqiqiga cho'nqur petib ketadi. Balkim bu chaqda xushsallik qilish qutulishning eng yaxshi chorasi bo'lishi mumkin. Shunga bunday osuruqqa bo'lib qilishni xohlamasak, sayko'ktatni ko'proq yeb, suvni ko'proq ichishni unutib qolmang. Chunki faqat mushunda qilganda ondan sizdan qo'yib berilgan gaz bir xil suzilib, xushpuruqni yo'qotishi mumkin. Bu son mazmun mushada yaqlashdi. Agar mazmun zarich yaragan bo'lsa, yulduz belgisini yo'rtib qo'yishni unutmang. Qo'llash shunchalik oddiy.